bir xotinning 3 bolasi bor ekan deydi. Ikkisi oq, birisi qor ekanda. Oq qor bolasi xiq qidimas kirib opasidan so'rayotgan, "Ey opa, ikkisi oq, men qor. Zodi nima sabab? Biz opasi hech qanday ish yo'q bolam, ashunda bu qad ya bir sabab bor sendara. Demisan uydan chiqdimi deb bo'pti bolam dey. Sana ig'ir oyoq vaqtimda bir tush ko'ribdimi? Şimdi bir negir qo'g'labdi, men kechikdim. Va opa bo'ldi tushandim, mana shu negir sana yetishib qo'ydi. Anda ahirga 41 yalganna. Şimdi çakçak olib ketdi-ku. O'zim bir botir edim, tag'diki chatir edim, malxuyimni qirdi qo'yib, 40 qizni qo'g'dar edim. Mo'ljining nerisi, No'g'ayto'ning berisi, unimigan Tojimalni to'ralmiga to'shqan chiqdi. Tutumgan chumoq bilan birini qo'ysam, qo'limgan o'rim tushdi. 6 qashqarliq mas'ulim yatdi qo'lchilik so'ydim, atfatma yig'i chiqdi, atfatma chavsi, qishtimir yavatim kelim bordi, tangamsi. İşanmışsanlar, qaratiqlar, no'ngjavlar turdi qallisi. Anglanglar, ishninglar kasam chiqib qo'yasam, chaltib qashda kayni qo'ngsan, metodavadashdi, davaz yo'liq ketib qaptalni tashda to'qqizlar yo'lchasqan urqatim to'dan chiqib tatib uchun bu qo'ydirek to'g'ri taqashib taqashib taqqa. Hozir bu zamonda xotinlar olti qish kuynak kes yattirib shaqa bir-birshik baqa chiqib turgan qo'yda matan tutoldim yaqish shaqmas qing'raq aqlab qo'ysa ayolni qarqilma. Daryoning qancha qo'noq desam yundalau deb bu qattiq cham o'tasam mingdalau deb bisham jurat xotin chiqmadi buning nim bana. Ha ha ha.